Agar siz har kuni video reels joylayapsiz, lekin podpischiklaringiz soni ko'paymayotgan bo'lsa, bu ishlarni qiling. Profilingizni oxirgi 30 kun bo'yicha skrinshot qiling. Endi professional panel bo'limiga kiring. Новые подписчики bo'limini oching va pastroqga tushing. Maqsadli auditoriya haqidagi ma'lumotlarni hammasini skrinshot qiling. Endi ChatGPT chatiga kiring va skrinshotlarni yuklang va quyidagi promptni yozing. Mana profilim ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilib ber va kuniga 100+ ta obunachi olib kelish hamda ularni 10 mingtaga yetkazish uchun batafsil reja tuz. Oxirgi 30 kundagi ko'rishlarimni va maqsadli auditoriyam haqidagi ma'lumotlarni tahlil qil. Profilimda nimani yaxshilash kerakligini va kelasi 30 kun ichida nimalarni joylashim kerakligini ko'rsat. Kontentim prosmotrlari million bo'lishini va maqsadli auditoriyamni ushlashni xohlayman. Menga shunday kontentlar berginki, birinchidan e'tiborni tortsin, ikkinchidan dinamik bo'lsin, uchinchidan qiziqish uyg'otsin. Reja tuz va hammasini jadval ko'rinishda taqdim et. Bu prompt orqali mani profilimga har kuni 500 tadan 1000 tagacha obunachi qo'shilyapti. Promptni olish uchun kommentlarga yangi yil so'zini yozib qoldiring.